Assalomu alaykum. Giberlin mavsumini boshlab yubordik. Mana shu qadoqchani bittasini necha litr suvga qanday qilib eritilishini xudo xolasa yana video chiqaramiz. Bizani kuzatishga davom eting. Bu giberlinimiz original. Buni 4-5 xil sorti bor. Agar falshifkasiga tushib qolsangiz, ham mehnatsiz, ham pulingiz ketib qoladi, ham vaqtingiz ketadi. Vaqt orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun giberlin tanlashga adashmang. Biza qayerdan olayotganimizni telefonlarni qoldiramiz. Chiqishiga aloqaga chiqsalaringiz O'zbekiston bo'yicha, menimcha shu O'rta Osiyo bo'yicha ham yetkazib beradilar. Narxi arzon. Necha gektar yeringiz bor aka? 1 gektar. 1 gektar. Nav? Qora kishmish. Qora kishmish. Qora kishmishda nima uchun bu ishlatiladi aka? Donasini kattaroq qilish uchun, sifatliroq qilish uchun, bozor Chiroyli qilish. chiroyliroq qilib yetkazish uchun. O'tgan safarga birinchi marta sepganga ham sizdan olib ketganim giberlinni. Effekti bomba bo'ldi. Zo'r, juda ham zo'r chiqdi. Tagasi katta qilish uchun, Tagasi katta qilish uchun ham sizdan olib ketgandim. Ana bu safar ham donani chiroyli qilib katta qilib cho'zish uchun ham yana sizdan kelib giberlinni olishga. Bu reklama emas, lekin maqsadimiz aldanmanglar. Original nima deydi? Maqsadimiz vaqtga ko'rmay qo'yamiz. Telefon bering. Ana yo'q chiqaymi? Yo'q, zakondir. Hali kesib taqlaysan-ku. Buni maqsadimiz reklama emas, faqat aldanmanglar. Sizlar ham vaqtlaringizni buni originalini topishga qidirib o'tirmasliklaringiz uchun men kontaktlarni qoldiraman. Chiqishiga telefon qilsalaringiz, O'rta Osiyo bo'yicha yetkazib beradilar. Faqat vaqtiga ulgurib qo'ying. Nima deymiz? Tavsiya qilamiz hammaga. Tavsiya qilamiz. Vaqtiga qilingan narsa doim effektini bergan. Mana natijasini ko'rganlar, effekti zo'r, ishlaydigan narsa tavsiya qilamiz. Zo'r.